Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Biz o'qiyotgan kitob Sharhul Viqoya kitobi edi. Kelib qolgan joyimiz Babul Aydayn. Ikkita Eid namozlari bobiga keldik. Va hubbiba yawmul fitri an ya'kula qabla salati wa yastaka wa yaghtasila wa yatatayyaba wa yalbisa ahsana thiyabihi wa yuaddi fitratahu ويخرج إلى المصلى غير مكبر جهرا في طريقه. aytayaptilar endi fitr kuni, ya'ni Ramazon hayit kuni namozdan oldin yeyishlik mustahabdir va yana misfoq qilishlik va g'usl qilib xushbo'ylanishlik va chiroyli kiyimni kiyib fitr sadaqasini ado qilib berib, keyin namozgohga, ya'ni yo'lda jahran, ya'ni baland ovozda takbir aytmasdan chiqishlik mustahabdir. Nafyu takbiri bil jahri hatta law kabbara min g'ayri jahrin kana hasanan. Endi shunday ekan, bu yerda jahriy takbirni nafiy qilinyapti. Endi agar jahriy qilinmasdan takbir aytilsa, ya'ni maxfiy aytilsa, bu yaxshi bo'ladi. Ya'ni ichida takbir aytsa yaxshi. Wala yatanaffalu qabla salatil Eid. Eid namozdan oldin nafl o'qimaydi. Wa shurita laha shurutul jum'ati wujuban va adaan illa al-khutbata. Endi Eid namozi uchun jumani shartlari, wujuban nima shart bo'lsa yoki adoan nima shart bo'lsa, idda ham albatta o'sha shart. Faqatgina xutba shart hisoblanmaydi. Afada fi hadhihi al-ibara anna salat al-Eid vajiba. Endi bu iborada ya'ni Eid namozi vojib ekanligi ifodasini topdi. Va huwa rivoyatun an Nabi Hanifata rahimahulloh va huwa al-asah. Endi bu Imom Abu Hanifa rahimahullohdan rivoyat qilingan mana shu asah qawl hisoblanadi. Vaqad qila bir qilda aytilgan ekanki, innaha sunnatun 'inda ulama'ina. U bizning ulamolarimiz nazdida sunnat deyilgan ekan. Fa inna Muhammad rahimahulloh qala. Chunki Imom Muhammad rahimahulloh aytgan ekanlar, Mabsut kitoblarida, Jami' as-Saghir kitoblarida, Aydani ijtama'a fi yawmin wahidin. Ikkita Eid bir kunda jamlansa, ya'ni Eid namozi bilan juma kunida, juma namozi. Ikkita Eid deyilyapti. Jam bo'lsa bir kunda. Fal avvalu sunnah, birinchisi sunnat namoz va sani farido, ikkinchisi farz degan ekanlar. Tushunarli, ya'ni bu Imom Muhammadning gaplaridan, ya'ni o'sha Eid sunnat ekanligi kelib chiqyapti. Fa ujiba bi anna Muhammad rahimahulloh innama sammaha sunnatan li anna wujubaha sabata bis sunnati. Endi bunga javob beriladiki, Imom Muhammad Eid namozini sunnat dedilar. Nimaga desa, chunki uni vojib bo'lishi sunnat bilanda, sunnat bilan vojib bo'lgan. Shuning uchun Imom Muhammad buni sunnat dedilar. Va vaqtuha min irtifa'i zuka'in ila zawaliha. Endi Eid namozining vaqti zuka deb quyoshga aytiladi. Quyoshni ko'tarilishidan, ya'ni quyoshning zavoligacha bo'lgan vaqtda o'qiladi. Va yusalli bihimul imamu rak'atayn. Endi qavm bilan imom 2 rakat namoz o'qiydi. 2 rakat namoz o'qiydi. Yukabbiru lil ihrom. Ihrom uchun takbiri tahrima uchun nima qiladi? Takbir aytadi. Va yusni sana o'qiydi, subhanakallohumma o'qiydi. Thumma yukabbiru salasan, so'ngra 3 marta takbir aytadi. Va yaqra'ul fatihata, Fotiha va suratan, yana bitta sura o'qiydi. Thumma yarka'u mukabbiran, so'ngra takbir aytgan holatda ruku qiladi. Va fi thaniyati, ikkinchi rakatda yabda'u bil qira'ati, qiroat bilan boshlaydi. Thumma yukabbiru salasan, so'ngra 3 marta takbir aytadi. Va ukhra lirruku' va yana bir marta, ya'ni yana keyingisi 3 marta aytgandan keyin yana 4-sini aytadi. Endi bu ruku' uchun aytadi. Va yarfa yadayhi fi zawaid. Endi mana shu 3 ta takbir zoidalarda nima qiladi? Qo'lini ko'taradi. Ya'ni qo'lni ko'taradi va qo'lni bog'lamaydi. Qo'lni ko'tarib quloq barobarigacha nima qilib tushiradi. Qo'lni bog'lamaydi orasida. Va yaxtubu ba'daha xutbatayn. Endi nima qiladilar? Xutba qiladilar. ba'da solatda, namozdan keyin xutba qiladilar. Yuallimu fiha ahkamal fitrati. Mana bu xutbalarida
fitr, ya'ni fitr sadaqasini hukmlarini o'rgatadilar. Va man fatathu ma'al imami lam yaqdi. Ay in sallal imamu va lam yusalli rajulun ma'ahu la yaqdi va yusalli ghadan bi'udhrin. Endi agar kim imom bilan birga o'sha id namozini o'qimasa, ya'ni imom bilan birga o'qimasa, ya'ni qazo qilib qo'ysa, o'tkazib yorsa, imom o'qigan ekan qavm bilan, nima qiladi? Lam yaqdi, u keyin o'qimaydi, qazo qilmaydi. Ay in sallal imamu lam yusalli rajulun ma'ahu. Endi imom bilan bo'lmagan kishi nima qilmaydi? La yaqdi, uni qazo qilmaydi. Endi ertasi nima qiladi? Uzr sababli nima qiladi? O'qiydi. Ertasi uzr bilan o'qiydi. Ya'ni id namozi ertasi uzr bilan o'qiladi. La ba'dahu, ertadan keyin o'qilmaydi. Bo'ldi, bir kun uzr bor, undan keyin uzr yo'q. 3-kunda o'tmaydi. 3-kun uzr hisoblanmaydi. Wal adha kal fitri ahkaman. Endi fitr ham Qurbon hayiti ham xuddi Ramazon hayiti kabi bo'ladi hukmlarda. Lakin ha huna nudibal imsak ila an yusalli. Lekin Qurbon hayitida namoz o'qiguncha hech narsa yemaslik mustahab. Wala yukrahu al-aklu qablaha. Oldin yesa ham makruh emas. Va huwa al-muxtar, mana shu gap muxtor qabul hisoblanadi. Ya'ni ba'zilar makruh ham deyishgan, yo'q, u makruh emas. Va yukabbiru jahron fit tariq. Endi yo'lda, ya'ni baland ovozda takbir aytadi. Va yuallimu fil xutbati takbirat tashriq, takbirat tashriq wal udhiyata. Endi xutbada takbiri tashriqni, qurbonlikni, hukmlarini o'rgatadi. ويصلي بعذر أو بغيره أيامها لا بعدها والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء، أي ليس بشيء معتبر يتعلق به الثواب، فإن الوقوف في مكان مخصوص وهو عرفات قد عرف قربة، وأما في غيرها فلا. ويصلي بعذر أو غيره. Endi uzr bilan yoki uzrsiz ayyamiha, ya'ni o'sha Qurbon hayiti kunlari, ya'ni tashriq kunlari nazarda tutilyapti. O'sha kunlarda o'qisa bo'ladi. Bu faqatgina o'sha Qurbon hayitiga tegishli. 3 kun o'qisa bo'ladi. La ba'daha, o'sha qurbonlik kunlaridan keyin nima qilib bo'lmaydi? Tashriq kun 3 kundan keyin nima qilib bo'lmaydi? Bu namozni o'qib bo'lmaydi. Ya'ni Ramazon hayitini faqatgina bir kun kechiktirish mumkin edi. 3-kunda kechiktirib bo'lmaydi. Endi bunda 3 kun kechiktirish mumkin, undan keyin bo'lmaydi. Val ijtimau, endi Arafa kuni Arafada turuvchilarga o'xshatib jamlanib olishlik hech narsa emas. Ya'ni hech qanday savob tegadigan, ya'ni savobga noil bo'ladigan hech qanday e'tiborli narsa emas. Bu degani, ya'ni Arafa kuni nariyoqda o'sha Makkada hojilar Arafotda turishadi. Arafotda turishadi. Endi shu odamlar O'zbekistonda deylik biron joyga chiqib, biz ham hojilarimiz u yoqda Arafotda turishibdi, biz ham biron joyda jamlanib turaylik deyishlik hech narsa emas. Ya'ni bu e'tiborli narsa emas, unday qilmaslik kerak. Savob yo'q bunda. Chunki vuquf o'zi Arafada turishlik bu maxsus o'rin, o'sha Arafotda xos. Endi u Arafotga u qurbat bo'lib nima bo'lgan tanilgan, ya'ni u o'shanday turishlik u qurbat, u ibodat hisoblanadi. Ammo boshqa joyda esa, o'sha Arafotdan boshqa joyda fala unday emas. Ya'ni bu hech qanday qurbat emas. Qurbat o'laroq vorid bo'lmagan. Va tajibu takbiratut tashriq. Endi takbir tashriq vojib bo'ladi. Takbir nima desa, va huwa qawluhu, takbir Allohu akbar, la ilaha illalloh Allohu akbar va lillahil hamd. Mana bu takbir tashriq vojib bo'ladi. Qachondan? Min fajri Arafata. Arafa kuni bomdodidan, qayba kulli fardin uddi bi jama'atin mustahabbatin. Arafa kunini bomdodidan har bir mustahab jamoat ila ado qilinadigan har bir farzni orqasidan nima qilinadi? Takbir tashriq, mana shu tepadagi takbirni aytishlik vojib bo'ladi.
Endi bi jamaatin mustahabbatin dedilar, ihtirozan an jamaatin nisa vahdahunna. Nimaga mustahab jamoat desa, chunki makruh jamoat ham borda. Makruh jamoat ayollarni yolg'iz o'zlari o'qishliklari makruh edi. Mana shundan ehtiroz qilib aytayaptilar. Ya'ni mustahab jamoatga erkaklarni jamoati va yana ayollar bo'lsa ham ular bilan birga erkaklar bo'lsa, yoki yosh bolalar bilan birga erkaklar bo'lsa, kattalar bo'lsa, o'sha bu mustahab jamoat bo'ladi. Ayollarning yolg'iz o'zlari makruh bo'ladi. Kimga vojib bo'ladi? Alal muqimi bil Misr. Shaharda yashovchi muqim bo'lgan va muqtadiyatin bi rajul va erkakka iqtido qiluvchi ayol kishiga va musafirin muqtadin bi muqimin ila asr al-Eid va muqimga iqtido qiluvchi musofirga vojib bo'ladi. Qachongacha? O'sha Arafa kunini bomdodidan ila asr al-Eid, Eid kunini nimasigacha? Asr kunigacha deydilar bu Imom Abu Hanifa nazarlarida. Abu Hanifa nazarlarida bir kun to'liq 5 mahal Arafa kunida, Arafadan ertasi bilamiz Eid kuni. Eid kunini o'sha asrigacha, asr ham aytiladi, ya'ni bu 8 ta namozga aytiladi deydilar Imom Abu Hanifa. Va qola ikkita shogirdlar aytdilarki, ila asri akhir ayami tashriq, tashriq kunlarining oxirgi asr kunigacha, asrgacha deydi. Ya'ni asr ham kiradi. Va bihi yu'amalu, mana shunga amal qilinadi. Ya'ni bu 23 ta namozda nima qilinar ekan? Arafa kuni, keyin nima kuni? Keyin tashriq kunlari, keyin 4-kun nima? Asrigacha aytiladi. Bu 23 ta namozda nima qilinar ekan? Takbir tashriq aytiladi. Arafa kuni, mana birinchi kun Arafa kuni, ertasi Nahar kuni, keyin tashriq kunlari, yana bir tashriq kuni, 3 kun tashriq kunlari bo'ladi. Tushunarlimi? 3 kun tashriq kunlari bo'lgandan keyin Arafa kuni bilan mana bu 3 kun tashriq kuni bor-ku, 3-kunni asrigachada 25 ta bo'lmaydi, 23 ta bo'ladi. Wala yad'uhu al-mu'tam walau taraka imamuhu wallahu alam. Endi aytadilarki, agar imomi esdan chiqib tark qilsam, baribir bu takbir tashriqni mu'tam nima qilmaydi, esdan chiqarmaydi, tark qilmaydi, balki esiga soladi, o'zi boshlaydi mu'tam. Endi xavf namozi borasida, xavf namozi. Idashtadda xavfu aduvin, endi agar biron bir dushmanning xavfi kuchaysa, ja'alal imamu an-nasa ummatan. Imom odamlarni bir ummat qiladi, bir toifa qiladi, nahval aduv, ya'ni dushman tomoniga qo'yadi. Va solla bi ukhra rak'atan in kana musafiran. Agar musofir bo'lsa, ya'ni agar 2 rakat o'qishlik, ya'ni o'sha hozir zimmasida 2 rakat farz bo'lib turgan bo'lsa, ya'ni musofir bo'ladi yoki bomdod namozi bo'ladi. Shu holatlarda nima bo'ladi? 1 rakat o'qiydi. Ikkinchi toifa bilan. Va rak'atayn in kana muqiman. Agar muqim bo'lsa yoki peshin namozi boshqa nimalarda bo'lsa, nima qiladi? 2 rakat o'qiydi. 4 rakatlikdan 2 rakat o'qiydi. 2 rakat o'qiydi. Va madat hazihi ilayhi. Ay zahabat hazihi toifatu ila al-adu. Endi mana bu imom bilan o'qigan toifa dushmanning oldiga boradi va ja'at tilka va dushman bilan urushayotgan keladi. Va solla bihim ma baqiya. Endi qolganini imom joyida turaveradi. Imom qolgani bilan qolganini o'qiydi va sallama vahdahu. Bir o'zi imomni bir o'zi salom beradi. Va zahabat ilayhi, mana bu orqasida kelgan yana yoqqa boradi. Ay zahabat hazihi toifatu ila al-adu, dushmanga boradi va ja'atil ula. Avvalgisi keladi. Imom tugatdi namozini. Ular kelib atammat. Ularning o'zlari bila qiroatin, qiroatsiz tugatishadi namozni. Tugatdimi? So'ngra bu boradi, yana u keladi-yu, summal ukhro bi qiroatin. So'ngra ular ham qaytib kelib, endi ular qiroat bilan nima qiladi? Qiroat qilib namozni o'sha o'tirib, tashahhudni aytib, salom beradi. Va fil mag'ribi, endi shom bo'lsa-chi, yusolli bil ula rakatayn, avvalgi toifa bilan 2 rakat o'qiydi va bil ukhro rakatan, keyingisi bilan 1 rakat o'qiydi. Ya'lam, bilingizki, annahu lam yadhkuril fajra, endi bu musannif o'sha fajrni zikr qilmadilar. Yufhamu hukmuhu min hukmil musafir. Bomdodning ham hukmi bu musofirning hukmidan bilinadi. Fal ibaratu al hasanatu ma hurrirat fil mukhtasar. Endi muxtasarda keltirilgan narsa juda chiroyli ibora. Ya'ni muxtasarda juda chiroyli ibora keltirilgan demoqchilar. Va huwa qawluhu, mana bu bunday so'zi.
Va salla bi ukhra rak'atan fi thunai va rak'atayn fi ghayrihi deganlar. Ana agar 2 rakatlik namoz bo'lsa 1 rakat, agar boshqasi bo'lsa, ya'ni 3 rakatlik, 4 rakatlik bo'lsa 2 rakat imom o'qiydi deganlar. Va sunai yatanabalu al-fajr. Sunai deyishligini o'zi bomdodni ham o'z ichiga oladi. Va zuhra az-zuhrul musafiri va asrahu va ashahu. Musofirning peshini, asri va xuftonni ham o'z ichiga oladi. Va fi ghayri sunai yatanabalu ثلاثي أي المغرب وظهر المقيم وعصره وعشاه. Endi sunoiydan ya'ni 2 rakatlikdan boshqasi degandan o'zi 3 rakatlik ya'ni shom namozi va muqimni peshini va asri va xuftonni o'z ichiga qamrab oladi. Va in zadal xavfu, agar xavf undan ham kuchayib ketsa, sollu rukbanan furoda bi imain ila ma sha'u in ajazu anit tawajjuh. Endi agar xavf yana ham kuchayib ketsa, ya'ni qiblaga yuzlanishlikdan ojiz bo'lsalar, xohlagan tomonlariga qarab imo ishora bilan yolg'iz, ya'ni furod yolg'iz holatda, agar ulovda bo'lsa ulovda, ya'ni piyoda bo'lsa piyoda rukbanan nima qilishadi? Namoz o'qishadi. Va yufsidu hal qital. Endi shunday namoz o'qiyotgan bo'lsalar, agar yana urushib ketsalar, u nima bo'ladi? Namozlari fosid bo'ladi. Va wal mashi va rukub, va yana mashi yurib ketishlik va rukub biron bir narsaga minishlik ularning namozini buzadi. Garchi ular imo bilan o'qiyotgan bo'lsa ham, agar yursa, agar biron bir piyoda holatda o'sha namoz o'qiyotgan bo'lsa, agar minib olsa yoki urushib ketsa, bu ularning namozi buziladi, yana qaytadan o'qishi kerak bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.